Olmazor tumanidagi ko'p qavatli uyning tomida qonunbuzarlik holati aniqlandi. Toshkent shahar hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi mutaxassisi tomonidan Olmazor tumani Islomota mahalla Qoraqamish 1-2 mavzesida joylashgan ko'p qavatli uylarning biri murojaat asosida o'rganilganda qonunbuzarlik holati aniqlandi. Xususan, loyiha bo'yicha ochiq ayvon bo'lishi kerak bo'lgan ko'p qavatli uyning tom qismida fuqarolar tomonidan to'liq holatda o'zboshimchalik bilan og'ir va yengil turdagi qurilma qurib olgani ma'lum bo'ldi. Ta'kidlash kerakki, bu kabi o'zboshimchalik bilan amalga oshirilgan qurilish ishlari ko'p kvartirali uyda yashovchi boshqa fuqarolarning ham hayotini xavf ostiga qo'yadi. Shuningdek, bunday qurilmalar binoga qo'shimcha yuklama berib, uning seysmik barqarorligiga hamda davriyligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mulkdorlarga nisbatan bajarilishi majburiy bo'lgan yozma ko'rsatmalar berilib, rasmiy ogohlantirildi. Agar berilgan muddat ichida berilgan ko'rsatmalar ijrosi ta'minlanmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 159-moddasini tegishli qismlarga binoan jarima solinishi hamda belgilangan tartibda sudga da'vo arizalari kiritilishi haqida ogohlantirildi. Eslatib o'tamiz, bu kabi qonunbuzarlik holatlari jismoniy shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobar miqdorida, yuridik shaxslarga esa 100 barobar miqdorida jarima jazosi qo'llanilishiga sabab bo'ladi.